Buyuk Britaniya va Avstraliyada 100% grant olish haqiqatmi? Keling buni birgalikda ko'rib o'rganamiz. Buyuk Britaniyada eng mashhur davlat grantlaridan biri bu Chevening Scholarship. Lekin hozirgi kunda bu grantni yutish ehtimoli atigi 2%. Har yili 60 mingdan ortiq odam arizaga topshiradi. Lekin faqat 2000 ga yaqin talabaga nasib qiladi. Australia Awards granti bor va yutish ehtimoli biroz yuqoriroq, ya'ni 5%. Lekin achinarli jihati shuki, O'zbekiston ushbu grant ro'yxatida umuman yo'q. Xo'sh, unda 100% grant olishning eng real yo'li qaysi? Agar siz O'zbekistondan turib 100% grantni o'qishni xohlasangiz, El-yurt umidi grant dasturi siz uchun eng ishonchli yo'l. Bunga real misol Behruz. U El-yurt umidi grantini qo'lga kiritdi va endi u Avstraliyada to'liq moliyalashtirilgan holatda ta'lim oladi. Men Queensland University of Technology universitetiga o'qishga kirdim. Bu men uchun juda katta imkoniyat. Ammo bu jarayon men uchun oson bo'lmadi. Mening soham civil engineering. Menga o'xshagan injenerlar O'zbekistonda juda kam. Bunga yaqqol misol, men ishlayotgan kompaniya Hindistondan injenerlarni 4-5 ming AQSh dollari oyligi evaziga olib kelishmoqda. Grant yutishning o'zi yetarli emas ekan. Universitetga hujjat topshirish, vizaga ariza berish yanada mas'uliyatli jarayon bo'ldi. Everstudy Consulting menga hujjatlarni tayyorlashda, universitet bilan muloqot qilishda va vizaga topshirishda mutlaqo bepul yordam berdi. Agar siz ham chet elda o'qishni xohlasangiz, Everstudy Consultingga murojaat qiling. El-yurt umidi g'avlatlariga mutlaqo tekinga xizmat ko'rsatishadi. Avstraliyada ko'rishguncha.